Assalomu alaykum, hurmatli guruhdagilar. Men Farg'ona shahar Hukumat tumanidan Ro'ziyev Hikmatxonman. Shu Global Trend balzamlarini olib ichayotganimga 1 oy bo'ldi. Menda 10 yillik psoriaz kasalligim bor edi. Hozirgi natijalarim mana o'nlari ochilib to'kilmay qoldi. O'nlar mana taylari, qizil izlari. Juda ham zo'r rezultat. Hozircha to'kilmay qoldi. Yana ichishda davom etaman oxirigacha. Xudo xohlasa. Qancha vaqt ichdingiz bu mahsulotlarni? Hozir 1 oy bo'ldi ichganimga. 1 oyda shunaqa rezultat. oyda Juda ham zo'r psoriazdan. Necha yillik psoriaz dedingiz? 10 yillik. 10 yildan 10 beri. yil Oldin bo'ldi davolanganmisiz? Davolanganman, doktorlar, tabiblar qolmagan hamma yoqqa borganman. Shuni ham olib qilib ko'ray deb Xudodan so'rab boshladim. Mana hozircha natijalar bor. Oxirigacha ham yaxshi bo'lib ketishni xohlab ichyapman. Alloh shifo bergani rost bo'lsin. Xudo hammaga shifo bersin. Noumid qilmasin. Hamma balzam ichayotganlarga Alloh chiroyli shifolarni bersin. Amin. Aytganingiz kelsin.